Assalamu alaykum. Qanday yaxshimi? Men bugun lazici qilmoqchi. Yana to'xida açıq tushuk. Aldı bilan azroq to'xining tovuq göksü. Andan keyin men bunga az miqdorda soya sosu qo'yaman. Bir yemek qo'shib atrofida, andan keyin azroq bir qo'shib atrofida, bir yemek qo'shib atrofida sirka. Andan keyin azroq misir nashastasi. Kraxmal uni yani. Bunlarni bir ravuz aralashtiramiz. Mana endi bizning to'ximiz tamlanib bo'ldi. Men o'choqni etib, men yog'ni qizdirib oldim. Endi bu qiziga yig'imizga bu to'xini solamiz. Yine bu men davamlı qiladiganim bu faqat mening qilish usulim. Agar sizlarning boshqa usullar bo'lsa, uni bilan o'rtoqlashsanglar bo'ladi. Mana bu holatda qildim. Men lok go'shini, ya'ni terisi yo'q ishlatganligim uchun bu shunday bo'ldi. Men to'qining odati terisini yaxshi ko'rib ketmayman. Agar siz terisi borroqni ishlatsanglar, bekroq yaxshi chiqishi mumkin. Men buni hozir suzib olaman. O yığımı o taraf gəlib qoydum. Əmdim mən ayrım bir qazanımlı yağ elib qızıdım. Mana bu qazanım bu qızıdı. Əmdim mən bir yerdə kavav üçün qızıl laza. Mən azraq saldım. Açıqlıqda yaxşı görməyəm. Samsaq var. Bunu saldım. Bunun kendim bu göşümünü salam mən. Əmdi mən azraq şekerim var. Bir qoşuq ətrafıda, bir yemək qoşuq ətrafıda şeker. Bana əmdi azraq mən küncü çeçvetime susam. Əmdi ustaq buludu qaçımız var. Mana bu holatda men o'n lazicerim tayyor bo'ldi. Endi sizlar qaysi usulda qilsa bilmayman. Bu holatda. Televizorning sesi ham o'lik chiqib qoldi, to'g'ri tushunasizlar. Ayarlar ko'rib qolish uchun.